Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, Mustang Drabikasining obunachilari. Hop, mahaviylarimiz keldi mana. Jigulida mahaviysi. Keldi. Hammasi mahaviy, zavodskoy mahaviy bo'ladi. Mana zavodskoy mahawiyk. Balansirovka jarayonidan keldi. Listlarimiz ham keldi mana. Arzon Drabilkamizga ham nima deydi? To'rli, uchli listlar qo'ymaymiz mana. 6li listlar qalinligi ham. Mahaviylarimiz ham serob. Hop, kichkina qilib videocha yasaymiz. Xudo xolasa yana o'sha Mustang Drabilkasi. Hop, Drabilkalarimiz pichoq qo'yiladigan jarayonda bular tayyor variantlari. Surxondaryo viloyatiga xudo xolasa Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatiga bugun kechqurunga video bugun kechqurunga bitta video olamiz, yuklaymiz xudo xolasa. O'sha har doimgidek xom holatlari. Kraskadan oldingi holatlari mana. Mana kela. Xom holatlari. Hop, bular kraska sepilgan holatlari ishladi. Hop, xudo xolasa kimga shunaqa universalniy drabilkalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, nomerlar yozib qo'yamiz. Xudo xolasa dastavkalari biz uylarigacha dastavka qilib beramiz. Butun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab uylarigacha dastavkalarni qilib beramiz. Xudo xolasa. Esingi davlatlarga ham Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston boryapti, drabilkalarimizni o'tkazyapmiz. Ular aqayam, u tomoniga ham qilib beramiz. Bu pushkali variantimiz, mana pushkali variantimiz bo'ladi. Shu holatda bo'ladi. Mana pushkali variantimiz. Yondan ko'rsataylik. Pushkali variantlarimizni mana bu holatdan ko'rsatsak, mana pushkali variantlarimiz. Pushkali variantlarimiz shu holatda bo'ladi. Bu tomonda ham tayyorlari bor. Bu tomonda ham bor mana. Misli drabilkalarga qo'yiladigan kuzublar bilan mislilarga qo'yamiz bularni fonni. Mislilarga Mustang brend. Pushkali variantlarimiz og'zlari katta variantlaridan bo'ladi. Hop. Bizga bunaqa drabilkalar ham kelib turadi. Shuni mana bunaqa remontga kelgan drabilkalar. Shu holatiga pichoq qo'yildi. Drabilkaga pichoq qo'ydik. Shuni o'ziga mahaviyimizdan qo'yib beraylik desak, unamadilar, aka mahaviydi. Keyin bunga vali bo'ladi. O'rtasida valiga mahaviyimiz teshiga kattalik qildi-chi. To'g'ri ham kelmadi-yu. Moslab beraylik desa bo'lmadi. Bular endi o'sha paytdagi drabilkalardir. O'sha paytda drabilkalar kelgan paytdagi drabilkalar. Shunaqa gap so'zlar. Hop, endi pichoqlarni chiqarayotgan jarayonlarini tirilayotgan xonamizga olib kiramiz. Hop, motorlarimiz. Hop. Qani endi mana o'sha mis motorimiz 605 kilovat, 3500 оборот. Mini оборот. Ariol motor. Ariol motor.
Bular 5 kilovatli 3 kilovatga beradigan eng arzon drabilkamizga qo'yadigan motorimiz 20 kilo og'irligi. 3000 оборот. 4 kilovatli alyuminiyat motkali motorlarimiz ham bor. Mana bular 4 kilovatli. Bular mana 6 yozgan, 6 kilovat yozgan. O 3000 оборот yozgan, 24 kilo og'irligi. Hop, mahaviylar terilyapti. Mana bu listga terilgan holatlari. Terilayotgan jarayonlar. Tayson tog'am ko'ryaptilar. Bollar ish bilan band. Kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha dastavka qilib yetkazib beramiz. Avvalo chorvalarga baraka bersin. Bitta mol boq ekanlar 2 ta bo'lsin, 2 ta mol boq ekanlar 8 ta bo'lsin, 8 ta boq ekanlar 16 ta bo'lsin iloyim. Ishlarga fayz baraka bersin, xonadonlarimizga fayz baraka tinchlik bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.